Birazdan Hop. to'xtatishga Bo'ldi uka. Fazilni qarab, bunaqa to'xtatishi oson yo'li, masalan, tushuntirish uchun oson bo'lishi uchun qo'limni tushuntirib beraman. Ozgina. Kelgandan keyin kopto qo'limga mashina tursa, qo'lim agar hech qanaqa reaksiya bo'lmasa, kopto o'sha tegadi tushib ketaveradi. Agar otganingda, agar kopto kelayotgan paytida qo'lim agar bundoq qiladigan bo'lsa, kopto o'zini energiyasini shunday yutib yuboradi qo'lim, kopto to'xtab qoladi. Oyoq bilan ham xuddi shu narsa ishlaydi. Kopto kelayotgan paytda oyog'imni bundoq tursam, kopto tushib ketishi aniq. Agar oyog'imni kopto bo'ylab yo'naltirsam, kopto shunday to'xtab qoladi. Tushundingizmi? Tushundim. Tabiatan. Agar bilsanglar, pereni adasi perentini qotgan paytida mangoni mevalardan foydalanadi. Bu ham xuddi shu texnikani kuchaytirish uchun pereni adasi shu texnikadan foydalangan. Lazzatlanib deb. Xo'pmi? Qolgan bari o'zi keladi o'g'lim. Mana o'xshadi, davlat.